bu katta kichkinani. Bizdami unutmasku. Nechiksiz, nechiksiz. Rahmat yaxshi. Yonimda 15 ta xorazmlik bor. Hammasi xotini bilan gaplashsa sen deydi. Bizni erkaklar ayoliga sensiraklab gapiradi. Ayollar esa siz deb gapiradi. Bizda erkaklarga nisbatan hurmat baland. Shuning uchun bizni erkaklar siz deb gapirishmaydi. Ayol kishini nimasi past turadi. Urveni. Bir pag'ona pastda yurishadi bizda ayollar eridan. Andijonda to'g'ri. Assalomu alaykum, rahmatlar. Buxorogami? Yo, rahmat. Qosim aka, rahmat. Men bir salom, meni bir salom qiynayapti. Qatga bo'lasiz kelin. Alloh yozgan joyga bo'lamizda. Qayerga yozilgan bo'lsa. Rahmat Sanjo. Endi bizni xorazmlik yigitlar u taraflarga jo'natib qo'yishmaydi. Qosim aka, nimaga dedingiz? Men xohlasam olib kelaman degan. Men xohlasam olib kelaman. Da shunaqa. Endi birozda Buxoroga kelarkansizda deganga aytdim. Qarab turishgan ekan shu paytgacha dedi. Nima degan u? Kim ketdi? Rahmat Sanjo. Menga admin bering dedi. Qosim aka, mani adminlarim sinov muddatidan o'tgandan keyin admin beraman. Bir hafta sinov muddatida yurishadi.